Ushbu videoda siz bolalardagi gijjaning belgilari haqida bilib olasiz. Demak do'stlar, gijjalar bu parazit organizm bo'lib, parazit degani birovning hisobiga hayot kechiruvchi va boshqacha aytadigan bo'lsa, organizmda yashab, unga zarar yetkazuvchi mavjudot hisoblanadi. Endi do'stlar, bolalarda gijja bo'lsa, quyidagi belgilar kuzatiladi. Birinchisi bu umumiy holsizlik va tez charchash. Bundan tashqari tana haroratining ko'tarilishi, ko'z ostining qoramtir bo'lishi, terida allergiyaga o'xshash, toshmalarning paydo bo'lishi, ishtahaning buzilishi, ko'ngil aynishi va qayt qilish, og'izda noxush hidning paydo bo'lishi, qorin sohasida og'riqlar, ich kelishining buzilishi, ich ketishi yoki ich qotishi mumkin. Bu gijjaning turiga bog'liq va bundan tashqari tana vaznining kamayib, ozib ketishi va tungi paytlarda anal sohasida orqasini do'stlar qichishi kuzatiladi va bundan tashqari axlat bilan birga qurtlarning paydo bo'lishi va tunda bola tishini g'ichirlatishi ko'p uchraydi. Shunday qilib do'stlar, mana shu gijjani aynan qaysi organda bo'lishiga qarab ham boshqa belgilar qo'shilishi mumkin. Shuning uchun agarda sizda, sizning bolangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, analiz topshirishi kerak. Axlat analizi va uning natijasiga qarab, qaysi gijja ekanligiga qarab dori vosita belgilanadi va davo choralari ko'riladi. Inshaalloh bolangizdan gijja yo'qoladi. Shunday qilib do'stlar, gijjaning belgilari haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Videomizga do'stlar like bosing, podelitsa o'zingizni yaqin insonlaringizga jo'nating. Sog' va salomat bo'ling.